alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan narsam bu Baligalov nastoyka. Onkologiyada juda ham zo'r natija beradi. Bu sxemada ichiladi. Bir tomchidan boshlanadi, 40-kun 40 tomchi bo'ladi. Keyin pastga tushadi. Bir tomchiga kelganda bir hafta 10 kun dam olib, yana sxema bilan ko'tarilib pastga tushib, shunaqa sxemada ichiladi. Oladigan bo'lsanglar, sxemani tushuntirib beraman, retseptlarini. Bu barcha turdagi onkologiya bo'yicha ketadi. Kista, mioma, eroziya, ichak yaralari, onkologiya bo'yicha zo'r narsa. Keyin ichak, yo'g'on ichak kasalliklarida, o'pka tuberkulyozda, jenskiy shomolashlarda chistotel nastoyka deyiladi buni. Bu ham sxema bilan ichiladi. Juda ham natijasi zo'r. Amalda ishlatib ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda inson uchun xotirjamlik, bu ko'p kasalni yaxshi bo'lishiga olib keladigan narsa xotirjamlik hisoblanadi, toza havo hisoblanadi. O'zingiz uchun vaqt ajrating, sayohatga chiqing, toza havoga chiqing. O'zingizni xursand qilsangiz, ko'p kasaldan forig' bo'lasiz. Birinchi o'rinda xotirjamlik hisoblanadi.